Turkiyadagi ko'p daftarlarni agar ahamiyat beradigan bo'lsak, bunaqa shaklda emas, ular spiral shaklda daftarlarni ishlatish yaxshi ko'rishadi. Bozor talabi ham spiral uskunalarga. Bu uskuna o'sha biz ko'plab uskunalarni, именно mashhurdagi uskunani Turkiyaga sotganmiz. Nimaga? Chunki bu spiral uchun juda ham qulay hisoblanadi. Videoga olishim mumkin. Bu uskuna o'zi prochnoyligi bilan mana ko'rishing mumkin. Xitoy uskunasini olgan mijozlar bilishadi. Xitoyning asosan ishlatadigan materiallari uskunada juda ham yupqa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa ancha qalin, mana yaqinroqdan olsang bo'ladi, ancha qalin. Mustahkamligi ham juda prochnoy. Ular o'zi nimadir yaratsa, sekin yaratadi, lekin o'shani mustahkam, klient uzoq yillar davomida ishlatilishi uchun. Bu uskunadagi asosiy ehtiyot qismlarning hammasi Nemetskiy Schneider zavodiga tegishli. Ko'pchilik Nemetskiy uskunani xohlaydi, lekin Nemetskiy uskunaning narxini biz bilamiz. Bilamatik uskunalarni, Bilamatik juda ham qimmat. Laynomatik uskunalar bo'lsa juda ham arzon. Laynomatik Nemetskiy uskunadan bitta farqi bu narxida. Atak kачество bir xil. Ko'rishing mumkin. O'zing Yevropada bo'lgansan, aytishing mumkin, что ularning uskunasi, narsalari juda ham kачествоsi zo'r. Yevropaniki. Bu ham ko'rib turganingdek hech qanaqasi Yevropa uskunalaridan farqi yo'q. Chunki uskunaning o'zi juda ham zo'r, prochnoy. Tepsang ham, ustiga chiqib mana bunaqa sakrasang ham hech narsa qilmaydi. Mana bu uskuna biza Turkiyada Saraymatdaga ham sotganmiz. Uskunani to'liq obzorini qilsam bo'ladi.